og'zingiz sassib ko'chada yura olmayapsizmi? Hozir men sizga 5 daqiqada og'iz hidini yo'qotishni o'rgataman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi, issiqroq suv kerak bo'ladi. Qaynoq bo'lmasin, qaranglar, iltimos, yarim stakan solamiz. Bu yerga yarim qoshiq tuz. Tuz katta bo'lmasin, maydaroq bo'lsin, tuz maydaroq bo'lsin. Ozroq pishevaya soda solamiz, chayin soda. Ozgina qaranglar, qoshiqning uchida, qoshiqning uchida solamiz va bu yerga aralashtiramiz, yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshi aralashmani. Bu yerda tuz bilan chayin soda erib ketish kerak bo'ladi. Suv issiqroq bo'lishi kerak, e'tibor beringlar. Keyin bu yerga gvozdka solamiz. 10 dona solamiz gvozdkadan. Yoki 5-6 dona solsangiz ham bo'ladi gvozdkadan. Yaxshilab aralashtiramiz yana. Keyin buni 15 daqiqa qo'yamiz. Kuniga 2 marta og'izni chayqaymiz, ertalab va oqshom. 3 kunda nasib bo'lsa og'iz hididan qutulasiz.